Bugun bu yerda bo'lib turganimizdan mamnunmiz. Ayni paytda TMK bilan anglashuv memorandumini imzolash marosimida ishtirok etmoqdamiz. Ishonchim komilki, ushbu hujjat bankimiz va TMK o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadigan muhim qadam bo'ladi. TMK strategik ahamiyatga ega kritik minerallarni o'zlashtirish va ularning barqaror ta'minot zanjirini shakllantirishga qaratilgan yirik loyihalarni amalga oshirmoqda. Bu esa zamonaviy sanoat, yuqori texnologiyalar va yashil iqtisodiyot rivoji uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Biz TMKni qo'llab-quvvatlashdan mamnunmiz. Bugun TMK bilan ushbu muhim loyiha bo'yicha bitim imzolayotganimizdan mamnunmiz. Biz O'zbekistonda uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirish, muhandislik salohiyatini mustahkamlash va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilganmiz. Biz O'zbekistonga uning kuchli muhandislik salohiyati va iste'dodli mutaxassislariga ishonganimiz uchun keldik. TMK jamoasi bilan yaqindan ishlab, xalqaro texnologiyalar va tajribani jalb etish orqali mamlakatda zamonaviy qotishmalar ishlab chiqarish imkoniyatlarini birgalikda rivojlantirishni kutmoqdamiz. Toshkentda bo'lib turganimdan juda mamnunman. Biz O'zbekistonda qariyb 10 yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqdamiz va bu davr mobaynida erishilgan natijalarni yuqori baholaymiz. Bugungi kun biz uchun alohida ahamiyatga ega, chunki mamlakatning kritik minerallar va strategik xomashyo sohasidagi yetakchi sanoat korxonalaridan biri bilan yaqin hamkorlikni boshlamoqdamiz. Ushbu soha bugungi kunda global iqtisodiyot uchun tobora muhim ahamiyat kasb etib, dunyoning eng istiqbolli investitsiya yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan islohotlar, yangi loyihalar va erishilgan natijalar katta taassurot qoldirmoqda. Hamkorligimizning amaliy ifodasi sifatida yangi kelishuvlarni imzoladik va kelgusida bir qator istiqbolli loyihalar ustida birgalikda ishlashni rejalashtirmoqdamiz. Biz loyihalarni moliyalashtirish, investitsiyalarni jalb qilish, xalqaro hamkorliklarni birlashtirish hamda ularning uzoq muddatli rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. O'zbekistonning sanoat salohiyati va kritik minerallar sohasidagi ulkan imkoniyatlariga ishonamiz hamda ushbu taraqqiyot yo'lida ishonchli hamkor bo'lishdan mamnunmiz. Ushbu tashrifdan mamnunmiz va kelgusidagi hamkorlik samarali bo'lishiga ishonamiz. Hamkorlik doirasida savdoni moliyalashtirish, kredit hamda eksport kredit agentliklari mexanizmlari orqali investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqdamiz. Bugungi kunda kritik minerallar va yuqori qo'shilgan qiymatli sanoat mahsulotlari global iqtisodiyot uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan tashabbuslar katta salohiyatga ega deb hisoblaymiz. Xalqaro moliya hamjamiyati vakili sifatida biz investitsiyalarni jalb qilish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va yirik sanoat loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali ushbu jarayonlarga o'z hissamizni qo'shishdan mamnunmiz.